Xo'p, demak aziz o'quvchilar, hozir ona tili darsimiz. Ona tili darsi bizni nimaga o'rgatadi? Jonu dilim. Juda ham yaxshi. Maktabga kelishimizdan maqsadimiz nima edi? Juda ham yaxshi. O'qib o'rgansak, o'zimiz uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Demak, bugun yana bilimlarimizni mustahkamlash uchun ajoyib metoddan foydalanamiz. Diqqatimizni do'stga qaratsangiz, bugun bog'da yoshgina singilchalarimiz onasi tomonidan olib bergan pufakchalari osmonga parvoz qilyapti. Chunki uchib ketib qolishyapti. Ularda esa har bitta pufakchalarimizga topshiriqlar berilgan, o'tilgan mavzular asosida biz nima qilishimiz kerak? Mana shu topshiriqlarni bajarib, o'z singilchalarimizga yordam qo'lini cho'zishimiz kerak, sharlarini esa olib kelib berishimiz uchun. Nima qilishingiz kerak bo'ladi? Biz sizlar bilan ona tili darslarimizda fe'llarni ma'nosiga ko'ra guruhlashib o'tyapmiz. Demak, 3 ta guruhimiz, mana 3 ta guruhim, birinchi guruhimiz o'tgan zamon, ikkinchi guruhimiz hozirgi zamon va uchinchi guruhimiz kelasi zamon fe'llari qo'llaysiz. Berilgan topshiriqlarimiz, fe'llarning asosi berilgan qog'ozchalarimizda, ya'ni pufakchalarda berilgan topshiriqlarimiz, fe'llarning asosi, siz o'sha sharchani olasiz va sharchadagi fe'lning asosini o'zingizga berilgan zamonda qo'llaysiz. Xatosiz, to'g'ri yozishingizga e'tibor beramiz. Demak, bajarasiz topshiriqda sharchani o'zingizni qatoringizdagi o'sha kichkinagina qizchamizga, ya'ni singilchangizga yordamini berasiz. Qaysi qator guruh topshiriqni birinchi va ko'p bajarib sharchani to'plasa o'sha qizchani oldiga, demak o'sha guruhimiz g'olib sanaladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshladik. Topshiriq tushunarli bo'lgan bo'lsa, har bitta qatordan bittadan o'quvchi chiqib topshiriqni bajarishni boshlaydi. Ketdik, chiqamiz, ketdik. Bittadan chiqing. Sharchadagi topshiriqni olasiz, topshiriqni bajarasiz va sharchani o'zingizni o'sha qatoringizdagi qizchaga oldiga yopishtirib qo'yamiz. Birinchi qatordan ketdik, birinchi qatordan chiqamiz, tezlashamiz. Sharchani yopishtirib qo'y o'sha qizchani oldiga. Siz keyingi o'quvchi, ana bo'la qoling. Ketdik. Yaxshi. O'tiramiz. Pufakchalarimiz qolmadi. Natijalarga qaraymiz. Diqqatimizni do'stga qaratamiz. O'quvchilarimiz bor bilimlarini ishga solib, topshiriqlarni bajarishga harakat qilishdi. Birinchi qatorimiz demak 3 ta shartni qo'lga kiritishib, o'tgan zamon fe'lini, ya'ni yurdi, bildi, qildi, taradi, muzladi, soldi deb to'g'ri qo'llashdi. O'rta qatorimiz hozirgi zamon fe'lini demak turyapti, eshityapti, ko'ryapti, so'zlayapti, so'rayapti va bezayapti deb to'g'ri qo'llashdi. Oxirgi qatorimiz ham kelasi zamon fe'lida qo'llash kerakli fe'llarni bermoqchi, bormoqchi, kelmoqchi, ko'zlamoqchi deb to'g'ri qo'llashdi. Faqat bu yoqda tezkorlik ham inobatga olinishi kerak. Birinchi qatorimiz demak pufakchalarning 3 tasini xafa bo'layotgan qizchaga 3 tasini olib kelishdi. O'rta qator ham 3 ta pufakchani xafa bo'lgan kichkina singilchamizga ular ham 3 ta shartni olib kelishib, to'g'ri bajarishdi. Oxirgi qator esa 3 tagina pufakchani qo'lga kiritishdi. Topshiriqni bajarishib, demak birinchi va ikkinchi qator faol qatnashdi. O'quvchilarga qarsak chalib